Hurmatli jamoat, axirigacha vaqt ketdi, endi 38 daqiqa o'tganini tatib hisoblayman-da. Endi atidan kelimaning kuchi, dollarning kuchi dedik, endi men dinning kuchi demoqchi endi. Aynan kelib qoldi endi. Endi kishilarning og'zida bu din bizni aqida qoldirgan, din bizni qutqizolmaydi deyotgan bundaq bir gaplar bor hamda bu hozirgi musulmonlarning ahvoliga qarasa, hozirgi islom davlatlarining xunuqligiga qarasa, bu rost shundaqdek ko'rinadi. Shundaqdek ko'rinadi. Shu ayda tasavvur qildim ular. Ammo biz tarixlarni varaqlasak, haqiqatning yuziga qarayotgan bo'lsak, ish boshqacha endi. Masalan biz shu Yusuf Xas Hojib tushungan dinni, Yusuf Xas Hojibninki islomiy tasavvurni aqimizda tashlab qolib ketgan zamondan beri biz ezib ketgan hamda. Agar bu din hamda marksizmchilarninki xiyoliy jannatiga o'xshash, ayndaqiliqi amalga oshmagan, ammo amalga oshido deb orzu qilib kelayotgan binasi bo'lgan bo'lsa hamda, uni shunday desak bo'ladi. Lekin bu Muhammad alayhisalom tarixida buni tajriba qilib 6-asrdagi arablarni millat qatorida ko'mayotgan insonlarcha o chog'da iqtisodiy jihatda, siyosiy jihatda, hamma jihatda, ijtimoiy jihatda, hamma jihatda shundoq bir qaloq bir millatni vahiyning tarbiyasi bilan chiqib 10 asr dunyoga hokim qildi-da. Hozirgi Ispaniyada, Andalusda 781 yil islom hokimiyati bo'ldi. Shu chog'da Yevropadagi olimlar, Yevropadagilar aşağıdan ügendi, terakkiyatını aşağıdan aldı. Ama Müslümanlar özünün arasidagi bilim egilerini öldürüp Ulug'bekni o'ltirayotgan o'xshash, Abduqodir Damallarni qatl qilgan o'xshash, ayda qilgan ekan, shu biz o'zimizning putig'i o'zimiz paldisoldik hamdicha. Endi bu gapninki 5 desak hamda bu din asli yaxshilik qilishni targ'ib qiladigan va butun hammaga yaxshilikni tilaydigan bir din. Bu deganlik endi Qur'on Karimda "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" deydi Alloh taolo Muhammad alayhisolamga deydi. "Ey Muhammad, ey payg'ambar, biz seni olamlarga rahmat qilib avatdik" deydi. Bu olam degan gap insonlar olimi, hayvonotlar olimi, uçar kuşlar alemi, kurt qo'ng'izlar alemi, tabiat alemi, bütün alemlerge rahmet kılıp evettik deydi. Yani bir Müslüman Kur'an, hadisinin yolda menip to'g'ri durust bo'lsa, o'zining ishimi yaxshi bo'ldi, boshqalarga zulm qilmaydi, tabiatni asraydi, muhitni asraydi, hatto hayvonlarga rahim shafqat qildi. Shuning rahim shafqat, asoyish umum bo'ldi degan. Rahmatdan olamlarga rahmat qilib evettik degan gap asayish qilib evettik, hammaga asayish qilib evettik deydi. Shuni bir vaqtda sana yomonlik qilgan, sening ziminingga ko'z tikkan, sana yomonlik qilmoqchi bo'lganlarga qattiq tursan deb va katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi was-sinna bis-sinni wal-juraha qisas deydi. Shundoq bir farz qildikki ularga jonga jon, ko'zga ko'z, quloqqa quloq, tilga til, qanday yani yaralandırırsa, aşın o'xshash yaralandırırsan, aşını farz qildik deydi. Buzak bo'lmag'in deydi, buzak bo'lmag'in deydi. Endi bu yerda bu din zolimlarni jazolaydigan, ojizlarni himoya qiladigan bunda bir din. Alloh taolo kuch-quvvat bilan g'alabani iymonga to'plab, g'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga ve müminlerge mensuptur degan. Bizning dinimiz musulmonlarni kuchlik bo'lishga, bir qo'lda Qur'on, bir qo'lda Qur'on tutib, kurash qilishga buyuruydi. Bu ibodat qilib, o'ltirib, nusrat kutgan din emas. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, Muhammad alayhisalom Alloh taolaning eng suyumli payg'ambari. Eng suyumli payg'ambarning beshiga shunday xaplik qilgan bo'ldi. Eng suyumli payg'ambar o'ltirib duo qilibla, shu toshni, tog'ni oltinga aylantirib olsa bo'ladi. Lekin Muhammad alayhisalom sebep qildi, nishqa sebep qil dedi. Alloh taolo sebep qilishga buyurdi. Endi bu din ishlash, taraqqiy qilish dini. Endi Alloh taolaning ikki qonuni bor ekan, ikki qonuni borda. Biri tabiat qonuni, biri shariat qonuni. Tabiat qonuni deganimiz sabablar qonuni. Buni Qur'on Karimda va allaysa lil insani illa ma sa'a deydi.
inson o'zining tirishgan narsaga yetadi. Bu yerdagi inson mo'min inson bo'lsin, mo'min emas bo'lsin, musulmon bo'lmasin, nima bo'lsin bir inson tirishgan narsaga erishadi deydi. Bizda buni ishlagan ishlaydi deymiz Uyg'urchada shundamanda. Mushu qonuniyatga amal qilganlar mushu dunyoda qazanadi. Mayli u kim bo'lsa bo'lib kelsin, ingliz bo'lsin, xitoy bo'lsin, rus bo'lsin, arab bo'lsin, uyg'ur bo'lsin, shu qonuniyatga amal qilganlar qazanadi. Bu qonuniyatga amal qilmaganlar mechitdan chiqmay haramda dua qilib o'lsin, bu qazanmaydi hayotda, qazanamaydi. Bu qonuniyat shu hamda. Sabablar qonuniyati. Endi ikkinchi shariat qonuniyati. Shariat qonuni bu dunyoda Allohdan qilma degan ikki dona amriga bog'langan. Bu qilma deganning jazosini ya mukofotni oxiratda ko'rdi. Yaxshi ish qilganlar jannatga kirdi, yomon ish qilganlar do'zaxga kirdi. Bu shariat qonuni. Ammo bu yerda biz tabiat qonunini gapni qilyapmiz endi. Endi payg'ambar alayhisalom o'sha ikki qonuniyat bo'yicha ish qildida, biri shariat qonunida bu bilan Allohning amriga itoat qildi, ibodat qildi, hayotini ibodat bilan o'tkazdi. Yana biri Alloh taolo yaratgan tabiat qonuniga amal qilib, sabab qildi, ishladi, tirishdi, taraqqiy qildi. Am payg'ambar alayhisalomdan keyin xalifalar va uning izni bosganlarmi to'xtamay ilgirlash ve kuchlanish natijasida Afrika, Osiyo, Yevropadan iborat 3 qit'ada 10 asr hukmronlik qildi. 10 asr musulmonlarning hukmronlik bo'ldi. Endi biz barliq ilmlarga muhtoj. Biz musulmonlar barliq ilmlarga muhtoj. Islomning oltin davrlarida ilimler, dini ilim, fenni ilim, yoki ahiretlik ilim, yoki dunyolik ilimler fakat ayrılgan emas. Fakat ayrılmagan bular. Çünkü qandaq bir ilim bolsun, sana milletinge, sana menfaatlik, insanlık menfaatlik boldu mu? Bu dini ilim, ahiretlik ilim, Allah yaxşı ko'rgan ilim. Qaysi bir ilim bolsun, sana ve milletinge ve başka ziyonlik olsun, mesela neşi yasash o'xshash mesela narkotik yasashga o'xshash mesela bunda ilm bo'lsa mesela bunda ilimlar insoniyatga ziyonli bo'lganligi uchun hech qanday ilm emas. Endi u insoniyat rad qilgan ilm. Endi bu yerda mesela ya şu ulamolarning burunqi olimlarning har biri dinda olim bo'lganning sirtida. Mesela şu İmam Razi, Farabi, İbn Sina, İbn Rushd, İbn Haysam, Xarazmi deganlar hammasi dinda olim bo'lish bilan bir vaqtda meditsinada, matematika, ximiya, astronomiya, fizika, biologiya qatorli ilm sohalarida eng avval fikr yurgizib, bu fanlarning nazariy asoslarini turg'izgan ekan, ashul turg'izib qo'ygan ekan. Endi eng qadimiy universitetlarmi musulmonlar shu kuchli bo'lgan vaqtida dunyoda eng qadimiy universitet yani musulmonlar qurgan ekan. Qaravin universiteti mesela 857-yili Fatimi el-Fahir degan bir ayol tarafidan qurilgan bo'lib, dunyoninki Guinness rekordi tarafidan e'tirof qilingan eng qadimiy universitet. Hozir bordi, davom qilinglar. Uningdan boshqa birinchi musulmonlar birinchi doktorxonasi 805-yili Xalifa Harun Rashid tarafidan bino qilingan. 805-yili. Bemorlarning kasal tarixini xotirlash tunji doktorxona yana shart bo'lgan. Doktorxonada balnis, dorixona, oshxona, darsxona, masjid, hatto xristian bemorlarningki ibodat qilish uchun cherkovlarni bekitib bergan. Shunchalik angliqda chog'dagi musulmonlar hamda. Bemorlar balnisiga elingan va qarashga sestralar urulashtirgan. Doktorxonada davolash ishlaridan boshqa ta'lim tarbiya ishlari ham elib berilgan, tozalik, dezinfeksiya degan eng yuqori darajada davom qilgan hamda. Endi ximiyada dunyoning ustozi deb nomi bor olim Jabir ibn Hayyan ximiyadan boshqa falsafa, astronomiya, tibobat qatorliq nurg'un sohalarning tunji nazariy asoslarini qurgan odam. Onun Ebu Bekir Razi, felsefe, mantık, ximiya, astronomiya, Arap edebiyatı, matematik qatorliq sohalarda nurg'un kitaplarını yazgan. Onun meşhur kitaplarından biri Tarixi Tib, Tibabat Tarixi degan kitabi. Onun İbn Sina, dünyada meditsina sahasida tunji qitim kitap yazgan musulmon olim. Onun El-Qanun fi Tib nomli asri Yevropada 19-asrning oxiriga qadar meditsina sahasida asosli qo'llanib kelingan hamda. Onun Farabi, felsefe, edebiyat, matematika, mantık, müzika, meditsina, metafizika qatorliq sohalarda tanilgan musulmon Uyg'ur olimi. Onun Faziletlik shahar ahlining qarashlari degan kitobi muhim siyosiy, falsafiy va asriy hisoblanadi ekan. Aristoteldan keyingi ikkinchi muallim deb tanildi ekan. Ikkinchi dunyoning ikkinchi muallimi.
Mahmud Qashqari Uyg'urlardan chiqqan buyuk olim, mashhur ensiklopedik adib, dunyo til selishtirma tilshunosligining asoschisi Mahmud Qashqari. O bir qancha yillik ömrünü Türkiye xalqlarining tilini tadqiq qilishga atab, oxir dunyoga dangliq mashhur asar Divan Lug'ati Turkni yozib chiqqan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 2008 yilini Dunyo Mahmud Qashqari yili deb bekitgan. Yusuf Xas Hojib Qarxonalar davridagi Uyg'ur madaniyatining mashhur namoyandasi, buyuk mutafakkir, olim, faylasuf, talantli adib va shoir. Buyuk olim Yusuf Xas Hojib dunyoga danliq mashhur asari Qutatqi bilikni milodiya 1096-yili Qashqarda tamomlab, Qarxonalarning xoni Hasan Bug'roxonga taqdim qilgan. Endi Hasan Bug'roxon Qarxonalar tarixida 40 yildan ortiq hukmronlik qilgan. Olimlar deydi, Hasan Bug'roxonning mushunda davlatni muqimlashtirib, taraqqiy qildirib 40 yil hokimiyat ustida o'tirishi Yusuf Xas Hojibning shu Qutatqi bilikdan olgan ta'siroti, Qutatqi bilikning ruhi bilan deydi. Shu Qutatqi bilik shu chaqda bizning ajdodlarimizning shu taxtda shunda o'ltirg'izganda, keyin Saydiya xonligininki zamoniga kelgan 16-asrga kelganda butun musulmonlar ezib ketgan vaqtda biz shunga o'xshash ezib ketib, mazog'i ibodat qilish, masjidni tark etish, Allohga ibodat qilish, avliyoga ibodat qilish, dunyoga ishlang desa, taraqqiy qiling desa, biz oxiratlikni deymiz, bu dunyoni demaymiz, tarki dunyolik, sufizmlik, mushunda nimalar orqali biz Yusuf Xas Hojibning mushu qimmatli asarini oqibatga tashlatdik. 82-yili, 80-yilning 5-ni tortib Turkiyadan buni faksimil nusxasi kirgandan keyin Yusuf Xas nimaning Qutatqi bilikning hozirgacha 2014-yilda yozilgan bir maqolani o'qigandim men shu vatandagi olimlarning. Shu deydi, shu chaqgacha 82-yildan 2014-yilgacha mushu Qutatqi bilik deb hammadan biz faxrlanamiz, Qutatqi bilik asrimiz va boyligimiz va deymiz. Ammo o'qib chiqqan Uyg'urlarning statistika qilganda 0.1 ekan. O'qimaymiz, kitob o'qimaymiz, o'qimay faxrlanamiz. Agar o'qisak, Yusuf Xas Hojib bu islom Qur'on hadisni shuncha mujassamlaganki 18 oy o'ltirib yozgan mushu o'zininki mushu nimasida Qutatqi bilik asrida islomni shunda tasvirlab berganki, oila axloqidan davlat nizomiga qadar davlatning boshqalar bilan munosabati hammani shunday mukammal shunday ko'rsatganamdi. Lekin biz uni og'imizga tashlab ketgan hamdi. Endi hozir kelib shunga nimishqa biz keyinda qoldik deb o'zimizdan so'rab boqmaymiz ham. O'zimizdan so'rab boqmaymiz. O musulmonchilik shu burunqi musulmonchilik, Qur'on shu, Muhammad alayhisolamning taraqqiy qilgan Qur'on shu, 10 yil 10 asr dunyoga hokim qildigan Qur'on shu. Andalusda 781 yil musulmonlarni hokim qilgan Qur'on shu. Lekin biz u emas endi, shu biz u musulmonlar emas. Masalan ishadi chiqdimda. Musulmonlar 16-asrda endi na kelib qoldik degan endi 16-asrdan keyin tarki dunyolik targ'ibotga berilib ketib, ilmni diniy ilm, fanniy ilm yoki oxiratlik ilm, dunyolik ilm deb ayirib olgan. Fan texnika o'rganishni butunlay qo'ldan berib qo'ygandan keyin ahvolimiz oyatda talab qilganda qo'rqitishdan qo'rqishqini o'tib qoldi. Chunki bizga Alloh taolo Qur'oni Karimda va a'adulahum mastata'tum min quwwah deb buyurganda, dushmanlarga qarashda, sizlarga bir xavf elib keladigan kuchlarga qarata, sizlar kuchinglarni yetishcha kuch tayyorlang dedi. Bu yerdagi kuch endi iqtisod kuchi, odam kuchi, askar kuchi, ilm kuchi, texnika kuchi, tashviqot kuchi, bütün kuch hisoblangan narsaning hammasini talab qilgan Alloh taolo bizdancha. Shu kuchni qo'ldan berib qo'yganimiz bizning eng ojizli nuqtamiz shu bo'lgan. Kuchni qo'ldan berib qo'yganligimiz uchun ishimiz amalga oshmagan. Shu kuch bo'lsa hamma narsa bo'ladi endi. Shu kuchdan ayrilib qolgan, shu bizning kuchlining degan, ammo biz kuchdan ayrilib qolgan jaholat turlari astronomiyada natija qozongan o'zbek olimi Mirzo Ulug'bekni murtad bo'ldi deb tuhmat qilib, uni o'z o'g'lining qo'li bilan o'ltirgizgan, hayotini xalqimizni jaholatdan qutuldirish yo'liga bag'ishlagan buyuk olim Abduqodir Domollam boshlagan oqartish harakatini jadidizm deb tuhmat qilib, Abduqodir Domollamni bir sotqinning qo'li bilan o'ltirgan. Endi biz Uyg'urlarning orqada qilishimiz bütün islom dunyosining orqada qilishiga zich munosabatlik buma. Endi islom dunyosida umumlashgan islom aqidalarini yotlashish, islomning maqsad, g'oyalari va tasavvurlaridan yiroqlashish, xurofotlarni din deb qabul qilish,
pen texnik bilan mal dunyoni yomon ko'rish va yomon ko'rsatish kishilarga qatorliq salbiy xohishlar bizni biz Uyg'urlarni mushundaq asrlik mushu holatga keltirib qo'ygan. Ya'ni mol dunyo yomon ko'rayotgan narsa emas. Mol dunyo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan mol dunyo shunday yaxshi narsaki, yaxshi kishining qulda bo'lsa shunday yaxshi. Ammo yomon kishining qulga chiqib ketsa dunyoni buzlatadi. Yaxshi kishining qulda shunday yaxshi, mol dunyo yaxshi, fan texnika yaxshi. Endi nima qilish kerak? Endi nima qilish kerakda? Oldi bilan aqidamizni, axloqimizni, islomiy tasavvurimizni isloh qilish. Ko'p o'qish, ko'p kitob o'qish, o'zimizni yetishtirish. Ikkinchi, har qaysi ilm sohalarida, iqtisodda, tashviqotda, davrimiz taqozo qilayotgan har sohada kuchlanishimiz kerak. Kuchlanish shart endi. Chunki beshimizga kelgan kulfatlarning hammasi ojizligimizdan kelgan. Hozirgi paytda musulmonlarning, xususan biz Uyg'urlarning fan texnik egilishimiz tafsir, hadis, fiqh o'qigan o'xshash zarur. Ashunda zarur, bir qatorda zarur. Shunga farzandlarimizda ham dinda, ham fanda o'qish kerak. Ham dinda, ham fanda o'qish kerak. Onun uchun bolalar diplom beradigan rasmiy maktablarda o'qishi kerak. Buning pushqoqlarda emas, rasmiy maktabda o'qitish kerak bolalarni. İlim bir kural, diplomu bir növbetli bir kural. Hazır dünyanın hamma yerinde şu iki kural bilen dinimizge, vatanimizge, halkımızga hizmet kılgıl buldu. Çünkü ilim olmasa zadı olmaydı. İlim bulup diplom olmasa yani işin akmaydı. Allah Teala'nın iki kitabı var. Onun biri Kur'an-ı Kerim, yani biri tabiat. Endi Qur'on Karimni o'qish orqali biz aqidamizni, axloqimizni, yo'limizni durustlaymiz. Tabiatni o'qish orqali, tabiatni o'qish orqali bu dunyoda hech qanday narsa bakoga yaratilmaganligini, har narsa mukammal, go'zal san'atning borligini bilib, Allohga bo'lgan iymonini tushunib ketadi. Shunga mushu har qaysi, masalan, fizika bo'lsin, matematika bo'lsin, biologiya bo'lsin, astronomiya bo'lsin, qanday bir ilmda shu ilmning vositasi bilan Allohni tunib iymon etgan odamning iymoni odat madrasada o'qib iymon etgan odamning iymoni nechasi kuchli bo'ldi. Demishqa biz mana nazariyada o'qiymiz, ali amaliyotida ko'rib, Allohning qudratini ko'rib aytmoqda. Masalan, bir dona qor parchasini ko'rgan odatdagi odam nima deydi? Bu muzlagan suv deydi. Ammo bir olim, tabiiy fan olimi bu qorda go'zal san'at bor. Acayip güzel sanat. Mikroskopla shunday qarayotgan bo'lsang, qordagi go'zal sanat birisi bizga o'xshamaydi. Shunday go'zal sanat o'zligidan bulab qolmaydi. Alloh yaratgan. Endi masalan, bitanchi suvni odatdagi odam, odatdagi olim nima bo'ldi deb oldiga kelib, bitan suv bo'ldi. Ammo bir olimning qishqa tabiiy fan olimning qishqa ekansa, bu hidrogen bilan oksigendan tarkib topgan bir aralashma suv bo'ldi. Mesela şunçilik endi fark var. Allah'ını tunuştu mu ilimpen şunçilik yardım kıldı. Şu ilimpenki yürüyüş kılış, kuşlanış bizni kutkuzudu. Allah Teala hemeylerini yaxşı işlerine muvaffak kılsın. Muhammed Yusuf Efendim'ninki kıymetli leksiyası için köp rahmet. Nayeti ehemmiyetli temada sözlep berdi hem vaqtni mo nayeti yaxshi kontrol qildi.